Assalomu alaykum. Bugungi mavzu xavfsizlik muammolari, elektron xavfsizlik va ma'lumotlar xavfsizligi. Darslikda ko'rsatilgan amaliy ko'nikmalar. Xavfsizlik texnikasiga oid keng tarqalgan muammolar va ularning sabablarini bilish, keng tarqalgan muammolarning oldini olish borasidagi oddiy strategiyalarni aytib bera olish. IT jihozlardan foydalanish tajribasini baholash va texnika xavfsizligiga rioya qilmaslikning ehtimoliy risklarini minimallashtirishga oid strategiyalarni ishlab chiqish. Shaxsiy ma'lumotlar nimani anglatishi hamda nima uchun shaxsiy ma'lumotlar maxfiy va himoyalangan bo'lishi kerakligini tushunish. Qadrli o'quvchilar, ushbu bobda siz bilan kompyuter foydalanuvchilarining xavfsizligiga bir nechta tahdidlar haqida gaplashamiz. Agar kompyuteringiz yoki qurilmangiz ustiga ichimlik to'kilib ketsa, unga zarar yetishi va siz jarohatlanishingiz mumkin. Bunda nima yuz beradi? Klaviatura, asosiy plata, xotira yoki protsessorga ta'sir qiladi. Elektr zanjirning haddan ortiq zo'riqishi bitta rozetkaga juda ko'p elektr jihozlari ulangani sababli elektr sim yoki elektr zanjir orqali u ko'tara oladigandan ko'proq tok o'tishi tufayli sodir bo'ladi. Siz quvvat hajmini kuchlanish miqdoriga bo'lib, tok kuchini hisoblashingiz mumkin. Misol uchun, agar sizda 1000 watt quvvatga ega elektr jihozi bo'lsa va u 120 voltda ishlasa, ularni bo'lish orqali 20 amperlik zanjirning qariyb yarmi allaqachon band ekanini ko'rasiz. Bunday ma'lumotni odatda qurilmaning orqa, tag tarafi yoki uning simiga yopishtirilgan yorliqdan topsa bo'ladi. Uzaytiruvchi kabel rozetkasiga bir nechta qurilma ulangan bo'lsa, bu qurilmalarning tok kuchini qo'shib hisoblash kerak bo'ladi. Kompyuterlarga odatda elektr yoki tarmoq kabellari kabi ko'plab kabellar ulanishini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu kabellar pol ustidan o'tadigan bo'lsa, odamlarning qoqilib ketishi xavfi yuzaga keladi. Qurilmalar qulay joylashtirilishi kerak. Elektron xavfsizlik deganda o'zini yoki boshqalarni xavf ostiga qo'ymaslik uchun yangi va rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanayotgan har kimni zarardan himoya qilish tushuniladi. Xatarlarni ikki turga bo'lish mumkin. Birinchisi noqonuniy yoki nomaqbul kontent. Bular mualliflik huquqi muammolari, plagiat, nomaqbul rasmlar va turli ijtimoiy tarmoq dasturlari bo'lishi mumkin. Ikkinchisi esa muloqot, kattalar bilan nomunosib aloqa, tahqirlash va moliyaviy xatarlar bilan bog'liq muammolar. Shaxsiy ma'lumotlar tirik odamga tegishli ma'lumotlar bo'lib, shaxsni identifikatsiya qilish mumkin bo'lgan hamda tirik odamga tegishli har qanday ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy tarmoqlar do'stlaringiz va oila a'zolaringiz bilan onlayn muloqotda bo'lish hamda siznikiga o'xshagan qiziqishlari bor va hobbiga ega odamlar bilan ko'proq til topish imkonini beruvchi saytlar va xizmatlar turlari. Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar va ularni bartaraf etishda nimalar qilish kerak? Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun internet brauzeringizga o'rnatilgan vositalardan unumli foydalaning. Cookie fayllar sizning internetdan foydalanishingizni kuzatish uchun ishlatilishi mumkin. Brauzeringizda Do Not Track sozlamasini yo'qotgan bo'lsangiz, u veb-saytlarga maxsus signal yuboradi. Lekin ushbu Do Not Track sozlamasi har doim ham siz kutgan natijani bermaydi. Brauzeringizdagi In Private rejimi brauzer seansingiz ma'lumotlari saqlanishining oldini oladi. Natijada kompyuteringizdan foydalanadigan boshqa odamlar qaysi saytlarga kirganingizni ko'ra olmaydi. Pop-up blocker brauzer dasturlaridan foydalanayotganingizda reklamalarning qalqib chiqishini to'xtatadi. Kuzatuv, ya'ni tracking sizning brauzerdan foydalanishingiz haqidagi ma'lumotlarning to'planishidir. Kuzatishga qarshi himoya funksiyasi trekkerlarni aniqlaydi va bloklaydi. Antivirus va xavfsizlik dasturlarini o'rnating va dasturiy ta'minotni yangilab turing. Tizimni buzib kirish. Kompyuter tizimidagi ma'lumotlarga ruxsatsiz kirishga oid har qanday urinish. Botnetlar virusli dasturlardan foydalangan holda ishlab chiqilgan kompyuter tarmog'i bo'lib, buzib kiruvchiga bu tarmoqlarni boshqarish, shaxsiy ma'lumotlarni to'plash yoki boshqalarga qarshi hujum boshlash uchun qo'llashga imkon beradi. Onlayn o'yinlarni butun dunyo bo'ylab turli odamlar bilan birga o'ynash mumkin. Ma'lumotlarning xavfsizligi g'arazli maqsadda zarar yetkazish ehtimolini kamaytirish uchun ma'lumotlardan erkin foydalanishni cheklash orqali ularni xavfsiz va zararlanmagan qiladi. Va yana bir qancha qoidalar mavjud. Hech qachon hech kim bilan yolg'iz uchrashuv belgilamaslik, doim kattalarni xabardor qilish va jamoat joyida uchrashish, tasvirlardan noto'g'ri maqsadda foydalanmaslik, tegishli til me'yorlarini qo'llash, maxfiylikni hurmat qilish, ko'plab ijtimoiy tarmoqlardagi xavfsizlikka oid ko'rsatmalar va tavsiyalarni o'qish, istalmagan foydalanuvchilar haqida shikoyat qilish va ularni bloklash.
Hacking ma'lumotlardan erkin foydalanish huquqiga ega bo'lmagan shaxslarning g'arazli maqsadda kompyuter tizimini buzib kirib, unga zarar yetkazishidir. Bu ishni qiluvchi shaxslar xakerlar deb ataladi. Agar siz haqingizda ko'p ma'lumotlar o'g'irlangan bo'lsa, xaker bundan foydalanib, internetda sizning nomingizdan harakat qilishi mumkin. Ular sizning nomingizga kredit karta ochittirishi, mashina sotib olishi yoki kredit olishga ariza berishi mumkin. Bu holat yuz bersa, u shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlanishi deb ataladi. Savol va topshiriqlar. Kompyuterdan foydalanishda o'zingiz va boshqalar uchun xavf yuzaga kelmasligi uchun qanday choralar ko'rish kerakligi haqida muhokama qiling. Shaxs identifikatsiyasi uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan xususiyatlar ro'yxatini tuzing. Endi bu ro'yxatga kimnidir identifikatsiya qilish uchun uning ismidan boshlab imkon qadar ko'proq usullarni qo'shing. Bank hisob raqami ma'lumotnomasi shaxsiy ma'lumotga kiradimi? Ijtimoiy tarmoqlar yoki tarmoq saytlari, bloglar, tezkor xabar almashish dasturlari yoki internet chatlardan foydalanish vaqtida duch kelishingiz mumkin bo'lgan xavflarni minimallashtirish uchun qo'llay oladigan ayrim strategiyalarni sanab o'ting. Dars davomida turli qonun qoidalariga rioya qilgan holda shaxsiy ma'lumotlarimizni himoya qilishimiz mumkin ekanligini bilib oldik. Shaxsiy ma'lumotlar kompyuterda, qog'ozda yoki boshqa joyda saqlanadigan ma'lumotlarni anglatadi. Bir amalni bajarishdan avval ijtimoiy tarmoqlardagi postni kimlar ko'rishi mumkinligini o'ylab ko'rish, ijtimoiy tarmoqdagi maxfiylik parametrlarini sozlash lozimligi, onlayn o'yinlarni o'ynashda, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda ba'zi xavf-xatarlardan ehtiyot bo'lish kerakligi haqida gaplashdik. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.